Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi Nurali ablanızın bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatdınız. Xonada tunib baqqallarning hammasi biladi. Tong sahari soat 3lar bo'lganda tumur odam bo'lgan taqdirdimi bir narsa yemisi chidab tura olmaydi. Bu chaqda Beijing universitetining janubiy darvozasi oldida ziqliq yemeklarni sotadigan tog'imizning bir kunlik sotisining oxirgi qitim yuqori to'lqin yoritadigan vaqti yetib keladi. Bir qitim ziqliq yemeklarni yeyib tog'imiz bilan Yangi Sharq guruhining qurg'uvchisi Yuminxu muallimning kechirmishlari to'g'risida paranjib qoldik. Ayni chaqda Yuminxu muallim chet elga chiqib o'qish uchun ko'p qatim TOEFL imtihoni berib, oxiri o'tgandan keyin chet elga chiqib o'qigandan ko'ra vatanda qilib, texmi ko'p o'quvchilarning ingliz tili o'tkilidan o'tib, chet elga chiqib o'qish orzusini ishga oshirishiga yordam qilsa, texmi ahmadlik bo'lganligini tunib yetgan ekan. Shuning bilan Yuminxu muallim ham ahmadlik, ham pul topqil bo'ladigan bu ishga tutish qilib, oxiri davlatimizdagi nopozliq Yangi Sharq guruhini qurib chiqqan ekan. Yangi Sharq yangi qurilgan mezgilda hozirgidek tashviqot vositalari bo'lmaganlikdan Yuminxu muallim o'zi bir quchoq tashviq varaqlarini ko'tarib olib, e'lon taxtlarga choplagan. Bir taqatgan ekan. Shaxsiy doktorxona va ambulatoriyalarning e'lonlari, ta'lim kesib berish to'g'risidagi e'lonlar orasida Yangi Sharqning ingliz tili tarbiyalash sinflari to'g'risidagi e'lonlar choplanib turgan oshu manzarlarni tasavvur qilmoqdasiz. Oshu tashviqot varaqlari Yuminxu muallimning Yangi Sharqni qurib chiqish jarayonidagi kechirmishlariga, shundaqla maktab darvozasi oldida yoyma ochilgan tog'imizning qalbidagi mangulik azobga shohid bo'lgan. Yuminxu ayni chaqda yangidan maktab qurib, tashviqot varaqlarini taqib yurgan chaqlarda mening oldimga kelgan. U menga "Men bilan birga tashviqot chopla, ikkimiz birlikda Yangi Sharqni qurib chiqaylik" degan edi. Bu gap rostmi yoki bu tog'imiz lab urvatandi bilmayman. Ish qilib, menga rost taklif beriladi. Ayni chaqda Yuminxu muallim o'roq, bakli mato edi. Onun o'zi yolg'iz e'lon choplab yurganligiga qarab ichim og'rib qoladi. Ayni chaqda mening tijoratim yaxshi edi. Har kuni kechda yayni ichib, turmush xarajatlarini topgandan boshqa bir qancha yildala Beijingdan o'z setilishga ko'zim yetdi. Lekin uning ahvoliga qarab bir qancha ziqliq yemeklikni ortiq berib qo'ygim keladi. Shunda qilib bu tog'imiz eglik tiklashning yaxshi fursatini qo'ldan berib qo'yibdi. Bugungi kunda shu chog'dagi ishlar uning suhbat paranglarining muhim bir mazmuniga aylanibdi. Bu tog'imizning ayni chog'da tasavvur qilgan kelgusimi har holda reallik aylangan. Beijing universitetining janubiy darvozasida uning ziqliq yemekliklarini yeb baxmagan birmi o'quvchi bo'lmasa kerak. U hozir xizmatchi yollab, o'zi ancha jafo tortmayla davomli pul tepib yetibdi. Darvaqa u o'zi tasavvur qilgan bir manzarni reallikqa aylantirib, Beijing universiteti janubiy darvozasining ushshoq yemeklar sohasini ilkiga kirgizibdi. Lekin menga ozroq afsuslanarli ish bo'lgandek bilindi. Agar ayni chog'da u texmi cho'ngroq ishdan o'ylagan bo'lsa, balkim bugungi kunda Yangi Sharq guruhining boshqarish qatlamida uning bir kishilik o'rni bo'lib qolar edi. Ming'an odamlarning amaliyatidan isbotlangan shundoq bir nuqtani e'tirof qilmay tura olmaymiz. Bir odamning tasavvuridagi turmush mayli yaxshi, mayli yomon bo'lsin, oqibati asosan degidek shu odamning turmushiga aylanadi. Albatta, ba'zilar men hech narsani o'ylamayman deyishi mumkin. Undaqda uning bu umrda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Hayotning burilish nuqtalari o'ylamagan odam, o'ylamagan ishlar sababidan bo'lib qoladi. Shu kecha o'zim yolg'iz to'rxonaga qaytish yo'lida yo'l chirig'i paydo qilgan soyamning bir uzrab, bir qisqirishi qarab maqdim. Ziqliq yemeklik sotadigan tog'imiz bilan qilishgan gaplar meni o'ylantirib qo'ydi.
Yoshlig'imni to'rxonada kechini kunduzgi ulab o'yin o'ynash. Mavhum dunyoda botirlik va natija tuyg'usi izlash bilan o'tkazishim kerakmi? Yo'q. Men erishmoqchi bo'lgan kelgusi tun qorong'usidagi to'rxonadagi mavhum dunyoning qahramoni aynish emas. Balki poytaxtning porloq quyoshi ostida o'zimning bir kishilik nurini tortish. Har bir odam o'zi orzu qilgan turmushga erisha oladi. Bu jarayon asosan mundaq 2 qadam bilan tamomlanadi. Birinchi qadam o'zi orzu qilgan kelgusini tasavvur qilish. Ikkinchi qadam tirishchanlik orqali shundoq turmushga reallikda erishish. Yunixin muallim bu. Ziqliq yemeklik satadigan tog'imizmi o'z tasavvuridagi turmushga erishdi. Ularning bugungi turmushida shuncha cho'ng farq bo'lishdagi sabab ayni vaqtda ular tasavvur qilgan kelgusining o'xshash bo'lmaganligida. Hozir ko'zingizni asta yumib tasavvur qiling. Xushpuroq gullar bilan to'lgan chig'ir yo'lda ketyapsiz. Men shamol yuzingizni siypab o'tyapti. Qushlarning yiqimli sayrashlari anglanib turibdi. Oldingizda chiroyli bir qal'a ko'rindi. Qal'aning oldiga bordingiz. Eshigi taqalmagan edi. Eshikni bo'sh itirib ichiga kirdingiz. Uy ichi g'uva yo'rib turadi. Ichkarisida yana bir kichik eshikni ko'rdingiz. Bu eshikning keyinlikisi dal 10 yildan keyingi o'zingiz. Qadamlaringizni to'xtatib, 3 qatim cho'nqur nafas oldingiz. O'zingizga tayyorligingiz bitdimi dedingiz. 1 2 3 ishni eching. Sapsilib qarang. Bu chog'dagi siz nada? Atrofingizda nimalar, kimlar bor? Nima ish qilyapsiz? Kayfiyatingiz qanday? Sapsilib qarang. Zang silib anglang. His qiling. Xo'sh, 10 yil keyingi o'zimizni ko'rdik. Endi hiliqi kichik eshikning oldiga yana bir qatim berib beqing. Eshikni eching. Ko'zingizni eching. Texi boyla ko'rgan 10 yildan keyingi o'zingiz esingizdami? Ehtimol u dal siz orzu qilgan kelgusi bo'lishi mumkin. Ehtimol birinchi qatimda ancha aniq ko'rolmagan bo'lishingiz mumkin. Toki kelgusidagi manzarlar ko'z oldingizda aniq, suzuk, konkret paydo bo'lgunga qadar bu jarayonni to'xtamay takrorlasangiz bo'ladi. Bu manzara borgancha to'liqlanadi. Sizga borgancha tunish manzarga aylanadi-da, oxirida navbatki turmushingizning bir qismiga aylanadi. Ondan bu go'zal manzarani esingizda ching saqlab, har bir kunlik turmushingizni qaytadan boshlang. Shu manzara kelgusida cho'qin real turmushingizga aylanadi. Hozir qalbingizni tinchlantirib, kelgusingizni obdanroq tasavvur qila olamsiz. Uni turmushingizga elib kirgidek, hozirgi turmushingizning bir qismiga aylantirgudek jasoratingiz bormi? Xizmat izlaguvchilardagi iqtidorni bayqash haqida o'ylaganlarim. Meni bir qadar yaxshi taniydiganlarning hammasi kulgan vaqtimda manzimda zinoq paydo bo'lib, bu vaqt bolalardek umoqlashib ketadiganligimni biladi. Har kishi bo'lgandan keyin surlik, salobatlik bo'lishni orzu qilsam-mu, lekin ularning aytishicha, hammasi mening oshundoq umoq holatimga amroq ekan. Yana shularning deyishicha, men qopqimni turib olgan chaqda azaldan sat bu chiroyim odamni qo'rqitgudek, odamning ochig'ini keltirgudek, g'azabini qo'zg'agudek bo'lib ketadi ekan. Shuning bilan xizmatdoshlarim orasida 200lik polvon, to'mir qo'rchoq, universal xarakterlik mijoz bemori degandek laqamlarim taralgan. Yangi sharqning imtihon olg'uchi o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan mening chiroyimni ifodalangan har xil chiroy ifodalari bundan ortiq xizmat izlaguvchidan 100 turani imtihon ilish jarayonida paydo bo'lgan desam bo'ladi. Xizmat izlab kelguvchilar ichida Harvard universitetini bitkizib, vaqtliq dars o'tib turish maqsadi kelganlarmi? Kolumbiya universiteti qatorliq davlat maktablarini bitkizgan sarxillarmi bor? Menmu imkoniyatning barcha boshqa omillarning ta'siriga uchrab ketmay, imtihon berguvchiga obyektiv nuqtadan baho berishga tirishiman. Imtihon jarayonida surli qiyofatga kirilishda mening o'ylaganlarim bor. Bu bir xil imtihon ilish usuli. Ya'ni imtihon beruvchini besim ichida sinash. Televizorda ko'rsatilayotgan xizmat izlash programmalari qaraydigan bo'lsak, aslida sharoiti shundoq yaxshi.
o'ziga bo'lgan ishonch to'lib toshgan ba'zi xizmat izlaguvchilar imtihon olg'uvchilarning qiyinish ostida aslini yo'qotib qo'ydi. Orqa-orqadan kelayotgan hujumlar oldida bir bo'lsa kamchiliklarini to'xtamay e'tirof qilishga boshlaydi. Yana bir bo'lsa ochiqlash yoki haqoratlik qilish orqali qarshilik ko'rsatib, g'ururni qo'g'damoqchi bo'ladi. Holbuki zerikmay, tirikmay o'zini tamkin tutganlarla ko'pchilikning hurmatiga erisha oladi. Bir odam besim ostida o'zining universal safosini oshkorlaydi. Bir odamning ig'ir besimga qarshi tura oladigan yoki tura olmaydiganligiga qarab, xizmatga tushgandan keyin qanchalik natija yarata oladiganligiga, qachongacha billa mangoladiganligiga hukm qilib bo'ladi. Men G'alati gaplar nomli keskin munozara programmasiga qatnashib boqqan. Bu programma g'alatilikka to'lgan. Men bir imtihon olg'uvchi bo'lish sifatim bilan o'ylabmi baxmagan g'alati insonlar bilan uchrashib, dunyoning har xilligini texmi yaxshi tushunish fursatiga erishdim deb o'ylayman. Birinchi turdagilar. G'alati tarjimonlarni yozganlar. Har qancha shonliq kechirmishlaringiz bo'lgan taqdirdami, ey to'rt cho'nliqdagi bir varaq qog'ozga botadi. Tilga ilishga arziydigan utuqlaringiz har qancha ko'p bo'lsa-mu, yanada tanlab yozish kerak. Harvard Universiteti Sud institutining qilpi ilgari nima ishlarni qilib boqqanligingizni namoyon qilib berishga bakrak mos keladi. Misol keltirgan chog'da ko'p turvatmaslik, mujmal gaplarni qilmaslik kerak. Mukofotlanish ahvoliga kelganda yana bir botilka turdiki va yoki kichik vaqtingizdagi 3 yaxshi o'quvchi bo'lganligingizga o'xshash turlar imtihon olg'uvchida hech qanday ta'sir qoldira olmaydi. Tarjima holdagi eng ahamiyatsiz bir tur o'z-o'ziga baho berishga ta'chisi. Bir neqiz gap. Chunki asosan har qanday odam o'zini yomon demaydi. Bu xuddi eng zo'r kamchiliking nima deb so'rasa, ziyoda mukammallikni qo'qlashib ketadiganligim deb javob berganga o'xshaydi. Nurg'un xizmat izlaguvchilar o'zini avliyolardek ko'rsatadi. Ajoyib qaltis tashkillash iqtidoriga ajoyib kuchlik shaxsiy iqtidorga ega bo'ladi. Ham ittifoqlasha oladi, ham mustaqil ish bajarish iqtidori bo'ladi. Osmonda uchishdan tortib, yerda o'mlashgacha qilolmaydigan ish yo'q. O'zini vatanga qasida o'qigandan ortiqroq madihlayib etadi. Har qatim o'zini shundoq maqtaydigan odamlarga yo'liqqan chog'da rasmini kompyuterda o'zgartib avatgan qiz bolaning asli chiroyini ko'rgan chog'dagidek jin bo'lib ketaman. Ikkinchi turdagilar puklanib, yeling'udek bo'lib ketadiganlar. Nima desangiz ma'qul deydi. Har qanday shartingizni qabul qila oladi. Faqat uningga bir tal sham berishga ma'qul bo'lsangizlar, sizga cheksiz nur ato qila oladiganligini aytadi. Ammo burungi shirkatdan nemishga chiqib ketganligini so'rasangiz, hamma gunohni boshqalarga do'ngab qo'ydi. O'ziga zarich chang qo'ndirmaydi. Boshda ajoyib kamtarlik bilan e'tirof qilishingizga erishib olib, ishga tushgandan keyin ko'ni xuyi qo'zg'aladi. Kollektivga moslash qilib faqatla unmaydi. Eng aqalli g'ururdan voz kechgan odamning qalbida ayminish, yiqish degan narsa mavjud bo'lmaydi. Bu turdagi xizmat izlaguvchilar har qanday bir shirkatning 100 turan imtihonida shallanib ketadi. Bu turdagilarning qarshisida turadigan yana bir turdagilar bor. Ularni g'alati ish olg'uvchilar desakmi bo'ladi. Bu turdagi malika shahzodalarmi xizmat maydonida asosan qarshi elinmaydi. Men bir qatim chet elda o'qib kelgan, hech qanday xizmat tajribasi yo'q bir qiz boladan 100 turan imtihon oldim. Uning imtihon maydoniga kirgan chog'dagi qiyofati xalqaro darajalik modellardan qirishmaydi. Men garchi donliq markalarni ancha bilib ketmasam-mu, bir qarabla ko'zga alohida chiliqib turadigan markalarning belgisini ko'rib ulgurdim. Uning kiyim-kechaklaridagi markalarni alohida gavlandirib yasinib olganiga qarab, mumkin bo'lsa bu markalarni yuziga yozib oladimikin deb o'ylab qolasiz. Men har holda uning bunday qilishi bu qitimliq 100 turan imtihonga kuchlik ahamiyat berganlikdan imtihon olg'uvchida yaxshi ta'sir qoldirish uchun bo'z kerak deb tushunib turdim. Ammo u eg'iz ichishi bilanla qalbimdagi oxirgi bir parcha umid ushqunlarimi kulga aylandi. U o'zini qaltis chaqlayotganligi bilinib turadigan qiyofatda hanzucha inglizcha orlashib ketgan shalg'ut bir tilda o'zini tunishtirishga boshladi. U go'yo mening xizmatimni ko'zdan kechirgil kelgan ayol podshohdek.
Men hatto ikkimizning o'rni almashib qolgandek tuyg'uda bo'libmi qoldim. İmtihan oxirgi bosqichga kirgan chaqda u bizni oldirat qildirdi. Chunki uning ko'zini kechirib ketishini saqlab turgan yana bir 100 turan imtihon bor ekan. Bizmi o'zimizni bilib, bu ayol podshohga utuq tilab, darhol uzitib qo'ydik. Yaqindan beri shundaq alpozda imtihon bergili keldiganlarni ko'payib qoldi. Men 100 turan imtihon olgan chaqda bir odamning universal seviyasini sinash uchun ilgirki xizmat o'rningizdan nimishqa ayrilgan edingiz degan savolni so'rayman. Bu savolga ba'zilar nima deyishni bilolmay qoladi. Ya'ni ba'zilar og'zim bor deb daverdi. Hatto ba'zilar ilgirki shirkatdagi boshlig'idan tortib xizmatdoshlarigacha qaqshab berdi. Hatto hojatxona tozaydigan ayolni tillab berishni yanmaydi. Bundaq javob imtihon olg'uchida eng pasib ta'sir qoldirdi. Chunki bundaq odam yana 5-6 oydan keyin yana bir qitimliq 100 turan imtihonda bizni ularga tillab berishi ehtimolga intayin yaqin. Bu xildagi hakovir xizmat izlaguvchilarni hech qanday shirkat qabul qilmaydi. Yana ba'zilar buning odamni putlaydigan savol ekanligini bilib, mujmal gaplarni qilib, aniq bir javob bermaydi. Lekin bunda qilsa, toza samimiy emaslik tuyg'u berib qo'ydi. Undaqda bu savolning o'lchamlik javobi yoki eng yaxshi javobi bormi? Amaliyotda yo'q. Lekin ularning o'rnida men bo'lib qolgan bo'lsam, mundaq javob bergan bo'lardim. Ilgirki shirkatning nishoni bilan mening orzu-g'oyalarimda farq mavjud bo'lib qoldi. Bu xuddi biri bilan bir mahal qizg'in muhabbatlashib, oxirida ikkisi bir-birining tasavvuridagi kelgusining o'xshash emasligini bayqab, chiroyli ayrilib ketgandekli bir ish. Bu yerda mening to'g'ri, uning xato deydigan masala mavjud emas. Bu savolning maqsadi sizning psixikingizning pishib yetilmaganligini sinash. Burungi xizmat o'rningizda har qancha ko'ngilsiz ishlar bo'lgan taqdirdami, ularni tushirsangiz, biroqla 100 o'risingiz to'g'ri bo'lmaydi. Agar sizning boshlig'ingizga fikringiz bo'lsa, u topshirgan vazifani yanada astoydillik bilan o'rindamsiz, imtihon beruvchining ijro qilish kuchini sinash uchun doim mushu savolni so'rayman. Ijro qilish kuchi men eng muhim deb bildigan bir turli kasbiy soha. Xizmatda 100%lik ijro qilish kuchi, raqobat kuchi va so'z qilish huquqiga erishishning kapitali. Ormaga tushliq darmon bo'lmaslik yoki nazar ustun holi bo'sh bo'lib qilish yangidan ishga tushgan ko'p qism kishilarda ko'riladigan masala. Men ilgari mundaq bir turdagi xizmatchilarni ko'rgan. Ular 100 turani imtihonda shundaq o'ngluq, qanday savol so'rasangiz o'ylagan yeringizdan javob berdi. Lekin amaliy xizmatga tushgan chaqda boshliqning qaroriga qarshi chiqishga yoki obyektiv qiyinchiliklarni ta'kidlab turilishga odatlanib qolgan. Xizmatchilar fikr bersa bo'lmaydi deganlik emas, ammo boshliq bo'lgan odamning uncha koltib ham odam bo'lib ketishi notayin. Faqat ular qaror chiqargan chaqda har qatim sizga tushuncha berib o'ltirishi hojatsiz. Garsiyaga yozilgan xat nomli asarda boshliq yosh bir ofitserga bir parcha xatni Garsiyaga yetkazishni buyurdi. Ammo hech qanday tushuncha bermaydi. Garsiyaning kimligini deb bermaydi. Yosh ofitser ming bir mushaqqatlarni chekib, oxir vazifani o'rindaydi. Oxirda bu xatning mazmuni va bu vazifaning ahamiyati amaliyotda uncha muhim emas bo'lib chiqadi. Yosh ofitserning shartsiz ijro qilish iqtidori uni texmo keng taraqqiy qilish bo'shlig'iga erishtirdi. Xizmatdagi ikkinchi muhim soha aloqa iqtidori. Ilgari yangi ishga tushgan xizmatdoshlarim menga dars tayyorlashning yangi bilan quduq qozgandek jafoliq jarayon ekanligi to'g'risida va'zlab bergan. 1 minutda 120 ig'iz gap qiladi deb qaraganda, 1 soatlik dars uchun 8000 xatga yaqin dars tayyorligi yozish kerak. Yangi o'qituvchilar dars o'tishdan burun oz deganda 20 soatlik dars tayyorligi yozish lozim. Xanzuchi xat soni bo'yicha hisoblagan chaqda 160 ming xat atrofida bo'ladi. Odatda 2 oy yozadi. Bu jarayonda yana har kuni qayta tuzitadi. Bu ishda xizmat miqdori haqiqatan ko'p. Lekin uning yaxshi amali yo'qmi emas. Burunqilar minib bo'lgan agar yo'lni yana minib yurishning o'rni yo'q. Yangi ishga tushganlar tashabbuskorlik bilan yordam so'rashni bilish kerak.
Dars tayyorlashda nima qilarini bilmay qolganida xizmatdoshlari bilan fikr almashtirsa, boshliqlardan yordam so'rasa bo'ladi. Hech kim bilan kori bo'lmay, beshini ichiga tiqib olsa-mu, boshqalarning ko'ngliga yoqmay qoladi. Men muhim deb bildigan 3-sopa o'zdagi kamchiliklarni bilish iqtidori. Bu amaliyotda bir xil o'rganish iqtidoridir. Bir odam o'zidagi kamchiliklarni bayqay olgandila, o'rganish orqali olg'a bosa oladi. Nurg'un odamlar o'zini dunyoda bir chaqlab, menda xatolik yo'q, hammasi boshqalarning savarligi deb qaraydigan pozitsiyada bo'ladi. Bundaq odamlar asosan mangsa qirdan osholmaydi. Bir qatim xizmat izlab kelgan muallimdan imtihon ilib qoldim. Boshqalar deb bilmagan bo'lsa, uni o'g'il bola deb qolar ekanman. Ko'p qism kishilar uning sirqiy qiyofati o'tir maktab o'qituvchisi bo'lishga mos kelmaydi deb qaragan edi. O'qituvchilardan imtihon ilishda birinchi maydon yiziqchi imtihon ilinadi. Ondan 3 maydon 100 turani imtihon ilinadi. Ikkinchi maydonda sinoq darsi o'tiladi. U sinoq darsini ancha yaxshi o'talmadi. Ammo shu kuni kechda uningdan bir parcha el-xat topshirib oldim. U xatida dars o'tgan chaqda o'zi ketkizib qo'ygan nuqtalarni tafsiliy analiz qilgandan boshqa, o'zidan boshqa 49 imtihon berguchining ortiqchiklarini birdan xotirlab chiqibdi. Undan burun men imtihon olgan necha yuz odam ichida hech kim bunday qilib boqmagan edi. Gerçi u eng munavvar biri bo'lmasa-mu, o'z kamchiliklarini ko'rib yetib, tashabbuskorlik bilan tuzitish ruhidan uningdagi taraqqiyot imkoniyatini ko'rib olg'il bo'ladi. Shunga uningga bir qatim fursat berdim. Ishqa tushgandan keyin u har haftada menga aktivlik bilan shu bir haftalik xizmat ta'sirotini yakunlab avatib turdi. Uning har bir parcha xatidan tadrijiy olg'a besayotganligi chiqib turadi. Shu yillik o'qituvchilarni baholashda uning natijasi eng yuqori bo'lib, o'quvchilar yaxshi ko'radigan, rahbarlar e'tirof qilgan munavvar o'qituvchiga aylandi. Agar bir odamning asosiy iqtidorini tarjimaholdan ko'rib olg'ili bo'lsa, u holda 100 turani imtihon ko'rgili bo'lmaydigan qismini isbotlash jarayonidir. Nurali Oblizning Şinjan Pan-texnik nashriyati nashr qilib tarqatgan 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.